University'da sales, ya'ni sotuv o'zi nimaligini student talabalar bilan ko'rib chiqdik. Kelganimdan to'g'risini aytsam juda bag'oyat xursand bo'ldim. Menga juda ham yoqqan tarafi Team University'da ko'zi yongan talabalarni ko'rdim. Ya'ni ular nima uchun o'qishga kelayotganini, kelajakda kim bo'lmoqchiligini aniq, juda ham ravshan ko'rishar ekan. Shu narsa menga juda ham yoqdi. Umid qilamanki, yana kelajakda bu kurslarimizni davom ettiramiz. Bu sohaga, ya'ni sotuv sohasiga yana batafsilroq, chuqurroq kirishga harakat qilamiz. Barcha qilgan harakatlar uchun Team University, qolaversa Azizbek Qurbonovga katta rahmat. Omad tilagan holda Haydar Aliyev Kaymars, omon bo'linglar. Rahmat.